Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglovchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kech romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugun biz Osimning voqealarini o'qib o'tamiz. Buni o'qishdan burun Osimning oldingi qitim biz to'xtab qolgan yerdagi hayotini bir asab o'taylik. Vaqtda Osim yangidan bir jurnal tahrir bo'limiga ishga tushgan yerlarni o'qiydik, endi davomini o'qiymiz. İzbasar YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ygaysiz. Davomi. Men jurnal tahrir bo'limining xizmatlariga tezla o'zlashib ketdim. Dastlabki kunlarda tahrirlangan asarlarni ko'chirish bilan shug'ullandim. Xotanning atlisidek bo'yalgan original qog'ozlar ko'zlarimni imir-chimir qilib, beshimni qaydiratdi. Yoki uyqumni keltiratdi. Ko'zimni zo'rlab ichib, har xil qog'ozga yozilgan xilma-xil xatga bir haza qarab o'ltirib, avtor asli nimalarni yozganligi ustidan ko'k qizil qalamlar qandoq bo'yalganligi, qandoq qisqartilib, jumlalarning oxiri nadan naga ulanganligini anqirib olishga tirishatdim. Ba'zida jumlaning yoki biror so'zning yerimini topolmay shunchalik avora bo'lib ketadimki, berib birarsidan so'ray desammi, ko'zoynaklarni taqishib, qo'shimlarini ching turib, bir-biridan surli qiyofatda o'ltirishib ketgan muharrirlarga bir qo'r qarab etib yaltiyib qolatdim. Qaytadan bosh cho'kirib qilin ibtidoiy o'rmonliqdek bo'lib ketgan, ustini suvari qizillik qoplagan original qog'ozini biror mo'jizning chiqib qilishini tilab qidirib tekshirishga boshlaydim. Ko'p holda siziq ranglarning bir burchigidan men izlagan xatlar chiqib qoladi. Ba'zida chiqmaymi qoladi. Amalsiz so'rashga majbur bo'latdim. Bundaq chaqlarda bir necha soat, hatto yarim kunlab ishim yurishmay, oldimda originallar dövlüşib ketadi. Ta'lim kelgan vaqtlarda qalami pishqan kishilarning asarlari qo'limga chiqib qoladi. Bundaq originallar bo'yalmaganning ustiga misralar, so'z jumlalar ravon, yengil, tushunishlik bo'ladi. Asardan huzurlangach shart-shurt qilibla ko'chirib etdim. Men kelib uzoq o'tmay maktabdagi vaqtlarimdan tortib nomini ko'p anglagan va hammamiz g'oyibona hurmat qilgan Burkut apandi bilan Mash'al apandimu tahrir bo'limiga qaytib keldi. Men ularning maqolasini ko'chirish davomida Burkut apandining tahrirlik uslubi o'z xarakteriga yarasha keskin, o'tkir ishkanligini, ammo qandoq o'zgartish, qisqartishdan qat'iy nazar mantiqliq va bog'lanishliq bo'lishga e'tibor beradiganligini, Mash'al apandining xiti dona chiroyliq, bir qarabla farqlantirgidek bo'libla qolmay, so'z ishiltishga alohida ahamiyat beradiganligini his qildim. Mash'al apandi ba'zida oldimga kelib, ko'chirishga hargiz sal qaramang. Biz hammamiz bu sohaga yangi qadam qo'yganda bir mazgil ko'chirmachilik qilgan. Amaliyotda bu tahrirlikni o'rganishning eng yaxshi usuli. Ko'chirish davomida asli qandoq yozilgan, muharrir qandoq o'zgartgan, nemishqa o'zgartgan deganlarni o'ylab, kalla shirtib ko'ring. Bir mazgil mushundoq tirishsangiz, xeyli narsalarni anqirib qolasiz, deydi. Bir qitim u men ko'chirib oldiga olib bergan asarlarni ko'rib bo'lib, meni oldiga chaqiratdi. Meni oldiga o'tirg'izib qo'yib, "Pesh chekitga sal qaramang. Bizning bu yerda bir peshning ortiq yoki kam bo'lib qilishi sababidan yuz bergan ichinishlik savoq az emas", deb ketkizib qo'ygan yerlarini ko'rsatib bergandan keyin, "Fukam Osimjon, xatingizning ustixonini nihoyat chiroyli qilishgan. Ammo xatni ko'ngil qo'ymay olmab yozdikansiz. Imloyingizmi texi to'liq qilib tushmabdi. Ba'zi xatlaringizni mendek har kuni oldidan xilma-xil xat pochirka o'tib turadigan pishqadam muharrirmi o'qiy olmadim. Meningcha siz bir mazgil o'zingizga talabni qattiqroq qo'yib, xatni oldirmay, uchuq ham chiroyli yozishga odatlaning. Muharrirning xati uchuq, imlosi to'g'ri, jumlalari ravon bo'lishi kerak", degaydi. Shu qitim qandoq ta'liginim zodi esimdan chiqmadi. Shundan keyin bir mazgil bekor bo'lsamla xat yozishni va imlo qoidasini o'rgandim. Xatni oldirmay ko'ngil qo'yib yozishga tirishdim va keyin buning foydasini ko'p ko'rdim. Bir necha oydan keyin
muharrirlarning hammasi mendan rozi bo'lib, meni maqtishadigan bo'ldi. Mash'al apandi amdi menga qisqa she'r va hikoyalarni takrorlashga beradigan bo'ldi. Shunda qilib, muharrirlik xizmatiga asta kirishib ketdim. Tahrir bo'limining xizmatlarini bek aldirash degani bo'lmaydi. Basma zavodiga maqola o'tkazish oldida bir necha kun jiddiychilik bo'lgani hisobga olmaganda, ishlar odatda bir xil tartibda mang'atdi. Bizni jiddiylashtirib qo'ydig'ini faqatla o'rganishning ko'pligi edi. Shu yillarda binoning birinchi qavatdagi ko'zga chiliqadigan yeriga kichik bir qora doska issiqlik turardi. Hammamiz ishdan kiribla uningga qaraydik. Uningga har kuni qiladigan ishlar yozilgan bo'ladi. Kunda tushdan keyin o'rganish bo'lsa mayli edi-ku. Ko'pincha doklad anglash, hujjat o'qish, kurash, tanqid yig'inlariga qatnashish degandek ishlar butun kunni egallab ketadi. Shuning bilan muharrirlar asarlarni uylariga akitib, oqshomlari ishlashga majbur bo'ladi. Menmu ko'chiradigan originalni yotiqimga ilib ketatdim. Menga ancha ig'ir kelmaydi, ammo ko'p balaliq, yeshi cho'nglarga ig'ir keladi. Ularning ko'p qismi 5-6 bala bilan bir yoki 1,5 egizlik uyda turadi. Demak, uyda xizmat qilgudek sharoitmi yo'q edi. Lekin ishlarning oqsab qilayotgani, ko'pchilikning qiynalayotgani bilan hech kimning kori yo'q. İnqilobni ching tutish, jurnalni vaqtida chiqarish kerak edi. Buningga hech kim bir narsa deyolmaydi. Birarsi g'udrab salsa, shu hamon rahbarlikning quliga yetadi-da, g'udrab salg'uvchi oq mutaxassislikni targ'ib qildi. Siyosiy o'rganishga, qizillashishga ahamiyat bermadi. Maydoni aniq emas deb ayiblanib kurash qilinadi. Hech bo'lmasa cho'ng yig'inda ismi atilib tanqidlanadi. İlgiri bu joy mening nazarimda Uyg'ur adabiyatining xo'rmas bo'liqi, eng bilimlik, eng aqlli ham romantik odamlar yig'ilgan saltanatli bir qasr edi. O'zim bu yerning bir a'zosiga aylangandan keyin uning faqat go'daklarcha xiyol ishkanligini nihoyat tezda tunib yetdim. Amaliyotda bu yerda chet elda maxsus jurnalistlik kasbi bo'yicha oliy tarbiya olganlar, she'riyatda va boshqa fanlarda kamoliga yetgan olimlar, ataqliq adabiy tarjimon va o'tkir tanqidchilar ishlaydi. Ammo hech kim ulardan adabiy jurnalni qanday chiqarish haqida fikr olmaydi. Solchi siyosatning temir chambariki hamma odamning beshini qisib turadi. Jurnalda berilgan asarlarda bir qilibdan chiqqandek rais mavzudong, kompartiya, sotsializm, cho'ng sakrab ilgirlash, xalq kommunasi madahinlatdi. Zulmatlik o'tmish, boy pumichiklar va barliq sinifiy dushmanlar söküp masxara qilinishi shart edi. Qiz yigitlar muhabbati, normal qarindoshlik, ana balalik muhabbat, tabiat go'zalligi mazmun qilingan asarlarmu burja ideyasi targ'ib qilingan deb chatga qiqiladi. Yangidan tahrirlikka tushgan vaqtimda tunji bo'lib ana haqida yozilgan bir nasrni ishladim. Uningdagi sodda chin hissiyot menga bekmu yarag'aydi. Bu nasr chakida shaxsiy mehri muhabbat ifodalangan. Agar uningga qabohatlik o'tmish bilan bugungi baxtlik turmushning silishtirmasi yoki navbatdagi sinifiy kurash singdirilgan bo'lsa, ishlatsak bo'ladi. Muharrir qayta ishlab boqsa degan hukm bilan qaytarib etildi. Uni tashlab qo'yishga qiymay, onaning o'tmishda naqadar ezilganligini va bugungi baxtlik turmushini, uning o'ngchi yerlik millatchilarga bo'lgan g'azab nafratini ifodalaydigan 2 abzasni qo'shdim. Qo'sh bo'lib qayta o'qisam ko'nglim shunchalik g'ash bo'ldiki, yozganlarimni yirtib tashlab etdim. Nasrni Mashal apandining o'rgatgani bo'yicha bir xaltaga silib saqlab qo'ydim. Uning mashhur bir gapi bo'ladigan: "Yaxshi asarlarni saqlab qo'yinglar, birodarlar. Turibla shundoq bir shamollar chiqudiki, ko'rgan og'lig'ingga ishnalmay qolasan. Bu asarlar shundoq chaqlarda asqatidi." İşlar rastla uning degindek bo'ladi. Bir mezgillarda siyosat bo'shab, erkin nafas ilishga boshlaydik. Biroq bu holat uzun bormaydi. Orqadanla hisob ilinadi. Shundoq bo'lsa-mu, bir mezgil puxodan chiqib olatdik. Yana bir qitim bir yeza qizning emgakchanligi madilangan bir she'rni ishladim. Uningda qizning sahar qushlarida burun qubib atdigan kechgacha tinim topmay ishlaydiganligi,
İşten tushguncha etiz qirlardan quchoq-quchoq gullarni terib olganligi, ko'lchakdagi sularga qarab go'zalligidan mamnun bo'lib, sochlarini targ'anligi tasvirlangan edi. Bu she'rg'imi burjuacha chakana hissiyot kuchab tasvirlangan deb hukm chiqarilganda, yuragim shunchalik echishdiki, necha kungacha o'zimning asri nohaq muomalaga uchragandek xo'ylanib yurdim. Bundaq chaqlarda Mash'al apandi xuddi menga nimalarnidir demoqchi bo'lgandek qarab qo'yatdi-yu, gap qilmaydi. Boshqalarmi hech narsa ko'rmagandek yurishatdi. Yaxshi asarlarning nohaq muomalaga uchrashi ular uchun normal ish edi. Aksicha, nohaq muomalaga uchramay qilishi normalsizlik hisoblanadi. Ishxonadagi bu xil sovuq kayfiyatdan hech kimning biror eg'iz so'z qilmasligidan buruqtirma bo'latdim. Ba'zida tinim jug'ildab kasaldek bo'lib qolatdim. Maktabdagi vaqtlarimni, ko'nglimizdagi gaplarni qilisha oladigan do'stlarimni seg'inatdim. Bir kuni Fozil aka oldiga chaqirtib, turmush va xizmatda qiyinchiligim bor yo'qligini, xizmatga kunalmaganligimdan so'rdi. Orqadan: "Fukam, hammamiz ko'rib turyapmiz. Siz haqiqatan tirishib ishlayapsiz. Bo'limdagilarning inkosi nihoyat yaxshi. Bizmo sizdan zo'r umidlarni kutyapmiz", dedi va qandoq asarlarni tanlash, qandoq mazmunlarni qisqartish, zarur mazmunlarni qandoq qo'shish to'g'risida nihoyat tafsiliy astoydil ta'lim berdi. Uning qalam tutgan yo'g'on qo'llari ostida asarlari xohlagancha uzartib, qisqartqili, shaklini o'zgartgili bo'ladigan intayin ojiz, arzimas, hissiyotsiz, zuvonsiz bir nimalarga yoki minutiga talaylab ishlab chiqarilgan zavod mollariga o'xshab qoladi. Uning qo'lidagi yo'g'on qora rangli qalam nimishqidir kishiga Qur'onni eslatadi. Yana bir qo'lidagi tamakisi quyuq qop-qora is chiqaradi. Uning so'zlari ko'nglimga yoqmagan bo'lsa-mu, uning menga kuyinayotganligini, mendan umid kutayotganligini his qildim. Shuningdan keyin uning degandek ishlashga tirishdim. O'zimga yaragan asarlarni ayirib qo'yib, yaramaganlarini ishladim. Ishlaganlar asarlarim o'tadigan bo'ldi. Bu yerda davomli ishlab qilish uchun mushundaq qilishim kerak edi. U yillarda qahatchilik tufayli idoramizning oshxonasi taqilib ketgan bo'lib, tamoq yeyish uchun Buloqbeshi bilan Janubiy Quvuqning oralig'idagi ochliq biltiga tamoq setib olg'ili bo'ladigan cho'ngroq bir oshxonaga boratdim. Davlat egiligidagi oshxona bo'lganligi uchun oshpazlari xil, tamog'i ta'mlik edi. Lekin tilamchining ko'pligidan u yerda xotirjam tamoq yegili bo'lmaydi. Har xil yoshdagi tilamchilar qursqini to'yg'izish uchun vosita tanlab o'ltirmaydi. Ba'zilari tamoq yeyotquchining oldiga kelib ko'zlarini tamoqdan olmay, sho'lgaylarini iqitib o'ltirib oladi. 13-14 yoshlardagi kiyimlari yirtiq, yuz ko'zlari qasmoq besib ketgan bir necha bola bor edi. Tamoq yeyotgan odamning orqasidan kelibla qop-qora qo'lni tamoq qachisiga tiqib qo'yadi. Tamoq egisi amal yo'q, tamoqni tashlab berib chiqib ketadi. Ularni haydab etsang yana keladi. Biri 10 bo'ladi. Saqchilar tutib olsa, bekorlik tamoq yeydigan bo'ldik deb qo'shal bo'lib ketishadi. Saqchilar beqib bo'lolmay qo'yib bergan hamon yana oshxonlarga kelib oladi. Xaridor oz chog'larda bir chetdagi yo'g'on mashning atrofiga o'lishib, parang so'qib o'ltirib, tush bo'lib, xaridorlar ko'paygan hamon jonlanib, odamlarning orasiga kirib ketadi. Men ularning ziyniga ko'p uchrab ketgandan keyin og'zi ching etiladigan issiq saqlaydigan tamoq qachisi setib olib, tamoqni yotog'imga ilib ketib yeydigan bo'lgan edim. Bir kuni tushlik va kashlik tamoqimni biroqla elib yotog'imga qaytib ketib olsam, xalq mehmonxonasi atrofida Mash'al apandi bilan Burkut apandi uchrab qoldi. Ikkilisi qizib olgan bo'lib, nihoyat xushxo'y paranglashib ketyotdi. Ular meni ko'rib, intayin xushal bo'lib ketishdi va meni og'ziga tegmay shunchalik maqtashdiki, maslikda shunday qilayotganligini bilib tursammu, xushalligimda nima qilarimni bilmay qoldim. Ularni unmag'iniga qo'ymay yotog'imga boshladim. Yo'ldan bir budulka jo'n haraqi setib oldim. Maktab bitkizganda o'g'il saboqdoshlar o'ltirishida tunji qidim haraq ichib toza qiynalgan va haraq degan narsaga ikkinchi yaqin yo'lamayman deb qasam qilib aytgan bo'lsammu, bugun ravrus bir ichmoqchi edim. Mushundaq odamlar bilan ichmay kim bilan ichaman deb o'ylaydim. Bu mart oylari bo'lib, Urumchining ko'chalarini qoplagan qor muzlar bir chetdan erishga boshlagan. Kungay yerlar qora patqoq bo'lib ketgan edi.
to'xtamay so'zlab ketayotgan Burkut apandi yo'lda ha desa teylatdi. Uni yulvolman deb menmu oz jafo tortmadim. Yatığım tam məşlik bolğanlıqdan o'choqning o'ti uchay deb qolgan bo'lsa-mu, höppida issiq turibdi. Hörmətlik mehmonlarni yataqqa boshlab qo'yib, o'choqqa ko'mir liqlab, chaynakda choy qo'ydim. Choy qaynag'ucha ustal ustini yig'ishtirdim. Apam avatgan azdur, ko'pdir yog'liq tug'ash, pechin pranik, so'qim go'shtlarni to'g'rab, chandırmay taxslarga tizdim. Tamoq qachisidagi tamoq bilan qo'rimalarni ayrim qachilarga bo'lib elib keldim. Ular: "Poh, qiz bol bo'lsa mushunchalik bo'lar. Nim degan qul abdik yigit bu?" deyishib, qoyilligini bildirishdi. Tamoq ustida ularga apamning shundoq mehmondo'st, dasturxoni kengri ayol ekanligini yaxshiroq biror narsa topsa, "Ma'u mehmon qolsin" deb yuqori ilib qo'ydiganligini, kichikimdan apamning ta'siriga qanday uchirganligimni deb bersam, Mashal apani birdil hayajonlanib, bir do'stining Toshkentda o'qiyotgan cheg'da Uyg'urcha tamoqlarni va opsini seg'inib, Uyg'urning dasturxoni deb bir she'r yozganligini, bu she'rni o'qigan o'zbek savog'dishi xafa bo'lib ketib, darhol o'zbek dasturxoni deb she'r yezib chiqqanligi, lekin Uyg'urning dasturxonidek hissiyot kam bo'lganlikdan uning ancha olqishga erishmaganligi to'g'risida qizg'aliq paron qilib berdi. Mashal apandi o'ttira bo'y, to'g'riliqroq, qora qoshlari bilan quyuq buruti o'ziga yarashib turadigan issiq chiroy odam edi. Cho'qqisining chichi tushib ketgan yumloq yeri chiroq yorug'ida vol-vul paqiraytdi. Burkut apandi o'ruq egiz bo'y, peshonasi oldiga ko'tarilib chiqqan, o'skilan qoshlari to'svoldigan yeshilga moyil ko'zlari hayajonlangan cheg'da vil-vil yenib ketadigan odam edi. Qachon qarasa isil raqtin tikilgan, badaniga chipta keladigan shim kostyum, palto kiyib, galstuk taqib yuradi. Ular ikkisi savog'dosh ekan, yaqin o'tishir ekan. Ozodlikdan ilgirki yillardan tortib, hozirgacha billa ishlab kepti. Bu qitim ikkisiga tangla shamoldarib, xizmatdan tangla to'xtatib qo'yilibdi. Mashal apandi falokatchilikdan balduroq xalos bo'lib ishga tushibdi. Burkut apandi garchi ishlayotgan bo'lsa-mu, yadala masala topshirish bosqichida ekan. G'izolanib bo'lib Romga aylanishga boshlagandan keyin ular o'zlari va tartgan uvalchiliklari ustida so'zlashdi. Burkut apandi do'stini maydonsiz, og'michi degandek gaplar bilan ayblaydi. Mashal apandi uning so'ziga boshqacha ifoda bildirmay, degining rost deb kulibla o'tirdi. Har ikkilisi hammani biladi. Bir-birinila emas, jahonning paylinimi obdan tushunadi. Amalsizlikdan buruqtirma bo'ladi. Har ikkilisi biz boshda uqtirib o'tgan degan gapni pat-pat takrorlab qo'yishadi. Burkut apandi tuyuqsiz menga: "Ha yigit, adabiyotni tushunamsan? Asli adabiyotning qanday bo'lganligini bilamsan? Sen o'zingcha adabiyotning qaynoq buluqiga keldim, katta bo'lib ketdim deyotgansan ha? Men sen deb qo'yay, sen bu yerdan haqiqiy adabiyotni topolmaysan. Chin va go'zal narsalarni yo'qotish, piyni qirqish, nobud qilishdan boshqa narsa o'rganolmaysan. Sit sana, sening umringga. Sening hiliqi savog'dishing karomat bola edi, ammo haqiqiy she'rning taqdiri ana shu. Men sana shuni deb qo'yay, bir narsa o'rganmoqchi bo'lsang, atrofingga qara, izlab top, ammo hargiz o'zing ishlayotgan yerdan izdima. Uqdingmi gapimni?" dedi. Mashal apandimi: "Osimjon, o'zingizmi ko'rdingiz? Hozir ishlar shundoq bo'lib ketdi. Gap qilsang, tilingni kesiman, alaysang, ko'zingni uymanla deydi. Shunga sukut qilgan yetmaydi. Ishxonada gap so'zga diqqat qiling. Qarishingizni ifodalamang. Men sizning kayfiyatingizni sezib turman. Bir necha qitim siz bilan paranglashmoqchi bo'ldim, ammo fursat chiqmadi. Bugun bo'lsa-mu deb qo'yay, u xizmat biz uchun jon biqishning bir vositasi. Uni ishlamasak bo'lmaydi, ammo biz ruhiy pokligimizni, vijdonimizni, chinliqqa, go'zallikka bo'lgan talpinishimizni saqlab qolishimiz kerak. Slavyan yoziqini o'qiy olsangiz,
Men sizga o'zbekcha bir necha she'rlar to'plami beraman. Ularni o'qib bo'lsangiz, yana boshqalarimi bor, dedi. Shu oqshimi ularning og'zidan bu jurnalda ishlab qo'lga ilinib ketgan, o'lib ketgan, chet ellarga chiqib ketgan bir muncha odamning goh qiziqarliq, goh echinishli kechirmishlarini angladim. Men mushu kungacha ko'rib boqmagan, ko'rgan bo'lsammu paranglashish fursatiga ega bo'lolmagan atoqliq yozuvchi shoirlarning mijoz xarakteri, fazilati, she'r yozishdagi alayligi qatorliqlardan xabardor bo'ldim. Arada dehqonlar turmushi to'g'risida yozdigan, men hikoyalarini bekmu yoqtirdigan bir yozuvchi G'ulom akaning ismi chiqib qolibdi. Xuddi o'zim ustida gap bo'layotgandek quloqlarim ding bo'ldi. Ularning aytishicha u nihoyat kamtar, chiqishqoq, oddiy sodda bir odam ekan. Qalami orqali yuraklarni titratgan bilan yig'inlarda doklad berishni yoki o'zining asarlari to'g'risida ikki og'iz gap qilishni qolmashtira olmaydi ekan. Bu gaplarni anglab, u kishini bir ko'rish orzuyim texmi kuchaydi. Lekin u kishi to'laroq yezlarda xalq ichida turdi ekan. Yig'inlarga chaqirtilmasa yoki zarur ishi bo'lmasa, Urumchiga kelmaydi ekan. Ular o'zlarining gapini qilib bo'lib, oxirida mendan qachon o'ylanganligimni, loyiqimning bor yo'qligini so'radi. Yo'q ishkanligini, maktabda yaxshi ko'rgan, ammo menga mansub bo'lmagan bir qizni yilmu xiyolimdan chiqara olmay yurganligimni aytdim. Mashal apandi. Sizga mansub bo'lmaganini unutib keting. O'zingizga mansub qizni qo'ldan bermang, dedi. Paltusini kiyayotgan Burkut apandi bu gapni anglab paltusini qo'yib o'rniga qaytib keldi. U o'zining G'uljida Olg'a gazetida ishlab yurgan chaqlarida boy bir oilaning qizi bilan oshiq-ma'shuq bo'lganligi. Ammo ota-onasi Qashqarlik qiz bermaymiz deb ularning to'y ishiga qo'shilmay turib olganda, qiz bilan tilini bir qilib olib, bir kechasi qizni otga mindirib ilib qochqanligi, 2-3 kungacha otdan tushmay chig'ir yo'llar bilan qochqanligi, qizning akalarining mo orqasidan 3 kun qo'g'lab yetisholmaganligi, oxiri ularning qizni berishga rozi bo'lib, cho'ng to'y qilib berganligini so'zlab bo'lib, paltusini qayta kiydi. Men ularni birinchi yo'lning avtobus bekitiga ustib chiqdim. Shu oqshimi ularning gaplarini o'ylab yetib, saharga yaqin uxlab qoptiman. Texi tushmi ko'ribdiman. Tushimda chiroyli bir qiz daftardek bir narsani menga berib, "Mau sizning xotiringiz ekan" deb menga qarab kulib qo'yib ketayotgandek. Uni anar degudekman. Ammo orqasini qarsam, uzun sochlari yo'q ekan. Uningga qarab hayron bo'lib tursam, opam yonimda paydo bo'lib, "Avu qizni ko'rdingmi? Qo'shnimizning o'g'li Shavkat uni olaman deb yuriydi. Unisi ilib qoch" deyotgandek. "Opa, nim deyotsan?" deb vaqirab uyg'onib ketibdiman. Vaqt texi baldir edi. Lekin uxlab qolsam, uyg'onolmay qilishimdan ansirab, yana birdam to'risqa qarab xiyol surib yotdim. Tushimni har qancha o'ylabmi tegiga yetolmadim. Oxiri xiyolim oqshomqi gaplarga, G'ulom apandiga ketdi. Bölümimizga doim she'r hikoyalarni ko'tarib kiradigan bir necha donliq shoir yozuvchini o'ylab ketdim. Ular naqadar kichik beyil, xo'shchaqchaq odamlar, ha? Qaraganda, qo'lidan ish kelmaydigan odamlarga qaraganda, cho'ng ishlarni qila oladigan odamlar kamtar, oddiy sodda kelsa kerak. Ular qilganning o'ndan birini qila olmaydigan ba'zi odamlarning holiga qarab ko'zim yetmaydi. Ular kuchining bericha nihoyat muhim katta arboblarda ko'rinishga tirishidi. Bir kuni yaqin atrofdagi bir doktorxonaga ko'ringili bordim. Atiyaz kirgandan buyon oshqozim to'la ko'pib qoladigan bo'lib, ishtihim tutilib ketyotdi. Ko'rgan odam, "O'ruqlab ketibsiz, doktorga ko'rining" deydi. Ammo doktorxonaga borsam, xuddi shahardagi hamma odam bu yerga kelib olgandek odam nihoyat ko'p ekan. 2 bölüm doktori kasal ko'rayotgan uyning oldida 20-30 odam uchras saqlab turadi. Kasal ko'rayotgan o'ttira yoshli doktor har bir bemordan tafsili ahvol so'rab, ba'zilari bilan chaqchaqlashib degandek hech bir aldirmay vazifasini ado qilyotdi. Men uchratga birdam qarab turib, uchratning oxiridagi o'rinda o'ltirgan o'ttira bo'y oq seriq kelgan 40 necha yoshlardagi bir er kishining yeniga berib o'ltirdim.
Xeyli vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Uchrat hech midirlay demaydi. Hammalar odam norozi bo'lib g'udirishatdi. Bir ayolning bolasi to'xtamay qirqirab yig'lab kishilarni bearam qiladi. Menmu g'udirab yenimdagi odamga qaradim, ammo u o'z xiyoli bilan jimjit o'tiradi. Uning yoshiga munosib bo'lmagan bir sabiylik chiqib turadigan, hamma narsaga hayronlik bilan boqadigan ko'zlari goh hamma odamni og'ziga qaratib, ovozni qo'yib berib so'zlashayotgan ikki ayol ustida, goh qo'pol aldiraqsan er kishilar yoki kichik bolalar ustida to'xtaydi. Aralab cho'nqur o'yga botgandek bir nuqtaga tikilib qolgan chog'larida ko'zlari sal qisilib, jiyaklarida inchika siziqlar paydo bo'ladi. U kishiga qaragancha menga bir yerlar tunishdek bilindi. Ammo nada ko'rganimni zodi esimga ololmadim. Paranglasam esimga kelar deb gapga tutib baqdim. Ammo u ko'zlari bilan yoki yenikkina bosh harakati bilanla inkos bildirib yana jim bo'lib ketadi. Taza mo'rbas bir bandishgan. Bundaq odamlar bilan birga yashash pishozga putilgan odamlarga uvol deb o'yladim ichimda. Baxtimga oldimizda taza moda yasangan bir qiz paydo bo'ldi. Taraqlab borguncha Udul doktorxonaning oldiga berib, so'mkasidan qandaqdir qog'ozlarni chiqarib, uningga erkilab surkilishga boshladi. Bir kasalning qo'rsoq qismini tekshirayotgan doktor beshini ko'tarmay, "Uchratga berib saqlang", dedi. Qiz qog'ozni purlab so'mkasiga silib etib, qiydigandek shapta kaniga burildi-da, yana taraqlab kelib, mening orqamdagi o'ringa kelib o'ltirdi. Atrofda o'ltirganlarning o'ziga qarayotganligini sezib, ruhlangandak bo'lib, go'yo hech kim ko'rmagan, angmagan bir ishlarni so'zlayotgandek talaffuzda o'z kesili ustidan shikoyat qilishga boshladi. Zerikib o'ltirganlardan bir ikkisi uning so'ziga qo'shildi. Bir yosh er kishi tomoq, oshqozon va uchay to'g'risida qiziq bir latifani boshladi. Oxiri yenimdagi odamga navbat keldi. Men eshik yendiki hozirla bo'shagan bir o'ringa kelib o'ltirdim. Ustal ustidagi qandaqdir qog'ozlarni ratlab bo'lib, beshini ko'targan doktor ishdan kirayotgan yon qo'shnamni ko'rib bir pas qetib qolgandek bo'ldi. Orqadan likkita o'rindan turib, uning oldiga yugurib keldi. "Asta, G'ulom aka, sizmi bu yerda uchrat saqildingizmi? Men ajab ko'rmabdiman-ku. Oldimga udul kiriversangiz bo'ladi. Odamni shundaqmi xijil qilamsiz? Sizdek yozg'uchi degan." Doktor qo'llarini o'g'lab so'zlayotganda, G'ulom aka uning gapini siliqqina bo'lib-etdi. "Bu nima deganingiz, birodar? Bizmi odatdagi odam-ku. Shuncha ko'p odam saqlayotgan yerda biz saqlasak nima ishqi bo'lmaydi ekan?" deginicha kasal o'ltiradigan o'rindiqqa kirib o'ltirdi. Doktorning hayajonlanish va g'amxo'rliklariga parvomi qilib qo'ymadi. Uning ovozi tuvan, ammo vaznlik, uchuq edi. Takallufsiz, tubsiz gaplari odamda bir xil ayminish qo'zg'aydi. "Ha, u G'ulom akam ekan-da." Ishik tuyida o'ltirib menmu hayajonlanib ketdim. Bir ko'rishni orzu qilgan donglik yozg'uchi bilan bir soat yonma-yon o'ltiribdiman. Ammo uning ashu yozg'uchi bo'lib qilishi uxlab tushimga kirmabdi. Uning mo'rimasligi, uxlab qolgandek xiyolga petib o'tirishlaridan bezor bo'libdiman. Ilgari u tasavvurimda tamoman boshqacha bir odam edi. Yurish turishi, kiyinishlari salobatlik, Stalindek kinishgan bo'lmagandimi, Maksim Gorkiydek burutluq, hayvat, so'zlari o'tkir ham qiziqarliq, gaping og'zidan chiqib bo'lguncha oxirini bilib bo'ladigan, hammalar yerdan ulug'vorlik to'kilib turadigan. Keyin men G'ulom akaga uni tunchi qitim qandoq uchratganligim va asli uni qandoq tasavvur qilganligimni so'zlab berganimda, u bo'm ovoz bilan rosa qaqoqlab kulgan edi. Shundoq qilib roman o'qishimiz mushagichi bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.